Keliniz bilan dam olgani ketyapti. Shunga do'stimnikida 1-2 kun turib turasiz endi. Uyda o'zingiz yakka qolmang. Do'stingni ovora qilmagin. Choy poyiz damlab berib turadi. O'zingiz qolmang. Horatga qiynalaman ularkida. Yuravering, ularkida sharoit yaxshi. Ha, mayli. Do'stim, g'alati basmi? Malol kelyaptimi? Yo'q, malol kelgan yo'q, o'zing bilan olib ketsang bo'ladi-ku. Ha, endi gap ko'paytirmasdan qarab turaver-ku. Ha, bo'pti, yaxshi borib kelinglar. Biz bilan 1-2 kun dam olib turasiz uyda. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choyni ichib o'tirib turing. Men hozir bir ilik sho'rvaga xarajat qilib kelaman. Mayli. Qo'ygochi bo'lsin, bolam. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Otaxon xarajat. Ular qopdilar. Abdurahim. Hozir. Tinchlikmi do'stim? Ketmadingmi? Qayerga ketadi? Dadamga velosiped olgani ketdim. Voy, men sendan xafa bo'lib yuribman. Ha, shuni aytib qo'ysang bo'lmaydimi? O'tgan safar telefon olgani ketganimda aytib qo'yuvding. Endi surpriz qildim. Masani ketvordi deb o'ylabman. Rahmat bolam. Topgan tutganingga baraka bersin. Esingizda bo'lsa, yoshligimni surprizlarga to'ldirib yuborgansiz. Xudo xolasa biz boshlanishda. Esimda. Siz ham otangizni imkoniyatingizdan kelib chiqib duolarni olib qoling.